Bugun Amerika va Isroil Eronga qarshi boshlagan urushning 14-kuni. Urush nega davom etayotgani, amerikaliklar o'zi nima istayotgani tushunarsiz. Tramp urushda g'olib bo'lganini e'lon qildi, lekin g'alaba nima degani? Eron Amerika bilan do'st bo'lib qoldimi? Isroilni yo'q qilish davosidan voz kechdimi? Yo'q albatta. Menimcha Tramp Eronga qarshi urush xato bo'lganini tushunib bo'ldim. Shu sabab biz operatsiyaning birinchi soatidayoq yutib bo'ldik deb o'zini muzaffar sarkardadek ko'rsatishga urinmoqda. Kecha Amerika urush davomida hech qanday maqsadiga erishmagani haqida gapirgandik. Keling, bu borada aniq faktlarga to'xtalamiz. Reuters o'z manbalariga tayanib yozishicha, Amerika razvedkasi Eronda tuzum qulaganining hech qanday asoratini ko'rmagan. Razvedkachilar Eronda boshqaruv amalda o'zgarmagani, tuzum hamon aholi ustidan to'liq nazoratga egaligiga e'tibor qaratgan. Yana takrorlayman, bu bizning gapimiz emas, amerikalik razvedkachilar kelgan xulosalar. Reuters manbalariga ko'ra, isroillik mulozimlar ham urush Erondagi hukumat o'zgarishiga olib kelmaganini tan olgan. Nashr bilan suhbatlashgan manbalarga ko'ra, Amerika va Isroilda Eron amaldagi boshqaruv tizimini ag'darish bo'yicha hech qanday reja yo'q. Eronga qarshi urush Amerika g'aznasiga qimmatga tushdi. Amerikalik senatorlar Tramp ma'muriyati vakillari tomonidan o'tkazilgan yopiq brifingda, "Xo'sh, janoblar, aytingchi, Mr. Trampning urushi bizning soliq to'lovchilarga qanchaga tushyapti?" deb so'rashdi. Devondagilarning aytishicha, urushning dastlabki 6 kuni uchun 11,3 milliard dollar sarflangan. Xususan, birinchi 2 kundagi intensiv bombalash uchun 5,6 milliard dollarlik o'q-dori ishlatishgan. Tramp saylov kampaniyasi davomida budjet pullarini tejashga e'tibor berishini aytgan, tepasiga Elon Muskni qo'yib butun boshli pul tejovchi departament ham tuzgandi. Bir haftada 11 milliard dollarlik o'q-dorini maqsadsiz otib yuborishadigan bo'lsa, bunaqa pul tejashdan nima foyda, hayronman. Tramp kechagi chiqishida AQSh Eron ustidan g'alaba qozongani, hammasi kutilganidan ancha oson kechganini aytdi. Menga operatsiya nomini tanlash uchun bir nechta variant berishdi. Qarasam, ular orasida Epic G'azab degan ham bor ekan. Qanday ajoyib! Bu menga yoqdi. Bu juda ajoyib nom. Agar jangni yutsak, biz yutdik. Birinchi soatlardayoq yutib bo'lgandik. Barchasi biz o'ylagandan osonroq kechdi, dedi Tramp. Darvoqe, AQSh prezidenti Eronga qarshi urushni urush deb aytmayapti. Bu ular uchun urush, biz uchun esa bu kutilganidan ancha oson narsa bo'ldi, dedi Tramp. Avvalroq Amerika prezidenti urushni kichik ekskursiya deb atagandi. Urush boshida esa AQSh urush vaziri Pit Hegseth biz urushni boshlamadik, uni tugatamiz degandi. Juda tanish ritorika. Siz ham bir odamni esladingizmi? Barchasi to'kis bo'lishi uchun urushga alifbodagi harflardan birortasini belgi qilib tanlashsa kifoya. Bilasizmi, Amerika va Isroil hujum qilgandan keyin xalqaro maydonda Eronning obro'si oshib ketdi. Bu davlat Isroilni o'zining asosiy dushmani deb bilar, Islom inqilobidan keyin davlat mavjudligining yagona mazmuni Isroilni yo'q qilish deb e'lon qilgandi. Lekin Eron o'tgan yilgacha Isroil bilan biror marta to'g'ridan-to'g'ri to'qnashmagandi. G'azoda urush boshlangach, u yerdagi hukumat bo'lmish Hamasni qo'llovchi asosiy davlat Eron yana hech narsa qilmadi. Isroilga faqat Hizbulloh va Yamandagi Husiychilar qo'li bilan hujum qilindi. G'azodagi urush Eronning obro'siga salbiy ta'sir qildi. Bular faqat bayonot berishni biladi, Isroilga baribir qarshi chiqmaydi deyishdi. Lekin hozir Eron Isroil u yoqda tursin, Isroil mavjudligining sababi bo'lmish butun boshli Amerikaga qarshi urushyapti. 40 yillab sanksiya ostida yashayotgan davlatga dunyodagi hamma davlatlar harbiy budjetini yiqqandan ham ko'proq pulni armiyasiga sarflaydigan dahshatli davlat hujum qilsa va urushning 14-kunida ham hujumga uchragan davlat Amerika degan davlat ittifoqchilarini Isroilni bombalashda davom etayotgan bo'lsa, demak bu kuchli davlat. Ishoning, Eron butun dunyo o'ylagandan kuchliroq bo'lib chiqdi. Bonusiga dunyodagi Amerikani yomon ko'radigan odamlar ichida Eronning obro'si tarixda kuzatilmagan darajada oshib ketdi. Men bu davlatdagi boshqaruv, u yerdagi demokratiyaga to'siqlar, odamlarga qarshi repressiyalar haqida gapirmayapman. Dunyodagi reallik haqida aytyapman. Asl reallik shunday. Urush Amerikani obro'sizlantirdi, Eronning obro'sini oshirdi. Va mana shu payt Tramp chiqib biz urushni yengdik, g'alaba deyapti.
Agar Eronning xalqaro maydondagi obro'sini oshirish uchun urush boshlagan bo'lsangiz, okey, siz yutdingiz Misr prezident. Hech qaysi urushda g'olib bo'lmaydi. Agar bo'lsa ham, g'olib kim ekani ijtimoiy tarmoqlardagi postlarda emas, tarixning aldab bo'lmas sahifalarida yoziladi.